shu gap o'zi to'g'ri, misol uchun bir narsani ko'rib qolib, misol uchun Alloh mo'jizasini berganda ko'rib, haqiqatda Alloh sen borsan deb turali iymon qo'shilsa demoqchi. U etap borda. Masalan, menga o'xshagan omma xalqni iymoni, keyin sal Xudoga yaqinroq, ya'ni Ali roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu o'xshaganlarning iymoni, keyin payg'ambarlarning iymoni. Masalan, meni iymonim ko'rmagunimcha iymonim zaif turaveradi. To'g'ri, iymon o'zi bitta narsa, u ko'payib ozaymaydi. Lekin kuch quvvatli bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, bitta odam taqvodorroq, ko'proq namoz o'qiydi, tahajjudlarda ham bemalol o'qiydi, Qur'on yodlasam yuragi zerikib ketmaydi, qancha dars bersam charchamaydi. Bir odam bor, ikkita masala eshitsa ham uf deb mana bitarmikin deb turadi. Ikkovi ham iymonli, lekin narginiki quvvatli, berginiki quvvatsiz. O'sha quvvatli bo'lishlik temasi menga o'xshagan omillarga ko'rgandan keyin quvvatli bo'ladi. Ali roziyallohu anhuga o'xshaganlarga tasavvur qilsa ko'rmasdan ham tasavvur qilib o'zi bilib ziyoda bo'laveradi, quvvatli bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamlardiki, originali shunaqa. Bizga o'xshagan emas, baddelni emas, asli. Originalmi? Original iymon. O'zi aslida farishtalarda ham bizga ham iymonimiz bir xilda urug', bitta narsa beriladi. Lekin monga o'xshaydi, mana mon qarang. Mana bunday qilib tushuntirib beray. Uzum daraxtini men hozir maytdan kesib, eksam, mana shu yerdan shax chiqishdi. To'g'rimi? Men bir ikki uyga kelmanda deraga o'xshaydi, saysa ko'karaveradi. Keyin ko'kargandan keyin birinchi yili gullab, gulini to'kaveradi. Mana nima buqoli. Nima uchun? Bu daraxtni tanasi zaifligi uchun mevani ko'tarilmadi. Keyingi yili 10 ta oladi tag'in 4 tasini to'kib, 6 tasini ushlaydi. Nima uchun? 10 taga quvvat yetmadi. Undan keyingi yili 40 ta oladi tag'in 30 tasini o'chirib borib yoki 20 tasini o'chirib borib 20 tasini ko'taradi. Ba'zi bir uzumlar bor, tonnalab. Bitta nimani o'zi tonnalab qiladi. Nima uchun? Chunki haligi tonnalab qilayotgan Rasululloh iymonida mevadan charchamaydi va bunga vaqt ham kerak emas, doimiy hosil beradi. Ba'zi bir bolalar bor, 1000 so'm berib qo'ysa minnat qilar, qonqib boradi, ehsonni ko'tara olmaydi. 1000 so'm ehson qilib ko'rsin, hammamizni kasal qilib qolsa kinor. Ba'zi bir odamlar bor, biroq lekin ehsonni ham ko'tara olmaydi. Biroq ehson qilsa senga zararmi? O'ysang, nima qilasan? Bolalaringni o'ylasang deb turib oladi. Iymon zaif ham zaifda hali. Tushundingizmi? Iymon zaif bo'ladi desa iymonsiz qoladi deb o'ylamang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis bor. Iymon zaif bo'lsa ziyoda bo'ladi degan hadisda ulamolar ikki xil talqin qilgan. Bizning mazhabda iymon emas, nuri demoqchi. Iymon bir xil turadi. Bu hadisdan murod nuri. Boshqa mazhablar, ya'ni Shofiy, Maliki, Hanbaliylar, yo'q, iymonning o'zi rostdan ham ozayib ko'payadi. Haligi guruchga o'xshaydi. 1 tonna guruch ko'proq, 100 kilo guruch ozroq, 1 kilo guruch umuman oz. Deganga o'xshagan narsa bu iymon ham semirib ozg'in bo'ladigan narsa. Iymoning semirib ketibdi, iymoning ozib qolib avayib ketibdi, deganga o'xshaydi deb tushunishgan. Nima bo'lsa ham shunaqa so'z borki, iymonimiz quvvat topish uchun hadis bor, iymon oyat bor. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Fazadat nima har qachoniki ularga Qur'on oyatlaridan nozil bo'lsa, fazadathum imanan, iymonlari ziyoda bo'lib boraveradi degan oyat bor. Hadisga emas, oyat. Iymoni ziyoda bo'laveradi. Iymon ziyoda bo'laveradi. Uni ba'zi birlar nuri deydi. Ba'zi birlar o'zi deydi. Iymonni o'zi semirib oziydi deydi. Ba'zilar aytadiki, yo'q, iymon unaqa narsa emas. U iymon bir xil narsa. U nuri kuchayadi deydi. Muhimi biz Qur'onni yolg'onga chiqarmasligimiz kerak. Mana qanday ta'vil qilsangiz ham Qur'ondagi fazadathum imanan, iymon ziyoda bo'ladi degan oyatni yo'q deb olmang. Iymon ziyoda bo'ladi. Nurimi, o'zimi ziyoda bo'ladi. Ularda iymon bitta bo'ladi deyapti. Yo bo'ladi yo bo'lmaydi deyapti. Yo'q. Unda bu oyatni ishonmagan bo'lib qoladi. Xudoga ishonasizmi? Oyatiga ishonasizmi? Unda fazadathum imanan, iymon ziyoda bo'ladi. Shu oyat bor. Men bilan yechilmaydi-da. Oyat bilan yechiladi. Oyatda nima degan? Fazadathum imanan. Ularning iymonlari tobora ziyoda bo'lib boradi. O'shuning uchun Qur'onda bo'lib tushirganman. Masalan, bitta qo'chqorga tab 10 ta qopdagi yem to'kib qo'ysangiz, bugun 20 kilolik novvosiz 70 kilo bo'lib qolmaydi-yu, cho'mishlar bo'lib turadi. Ularni iymon ziyoda qilishlik uchun men oyatlar bo'lib solib turdim degan oyat bor. Iymoni aniq semirib ketdi. Nurimi, o'zimi xullas oyat. Shunaqa narsalar ta'vil qilib bo'lmaydi degan ekan.